ekanlar. Xudo xolasa mana bobinamizni bu virusitga qo'ygani redalarni ulanisi. Reda 87 asli bilan 86 ni bitta qilib turib, konditsatorga beramiz bitta yog'ini, bu tomoni bittasini bobinaga beramiz minusiga. To'ralog'ini bitta qilib ulab qo'yasiz shu holatda. Relayda 30 ga постоянный minus berasizlar, bobinani ham fyuzipiga minus berasizlar mana. Bu shu holatda 86 ga o'ziga bu tomondan tok berasizlar. Bu yog'i tokiga ulangan bobinani. Bu shu holatda tok berganingizda shu holatda qilib qo'yasizlar. Bunga massani prямо fyuzipga qatasizlar, o'zi massa bo'ladi. Bu yerdan tok berganda yana tok chiqadi. Normalniy ko'rayotganlarda oyoq beradi. Bu holatda pravadan bitta ulaysiz, sivitani qo'yib yuborsanglar bo'ldi, tayyor. Xudo xolasa buni daftarga chizmasini chizib qo'yib beraman. Osonroq tushunasizlar, xudo xolasa. Albatta kondensator bo'lishi kerak, kondensator bo'lmasa bo'lmaydi.